Hurmatli tuğanlar, biz şu Oş oblasının Karasu rayonu Joşaylı hükümetinin Kızılay ayından geldik. Şu Alay rayonunun Akbosuğa ayına toyga, şu toyga Bordoş, Özbekistan elinin ahtibesinden şu saray urusundan konuk mıyman gelip dur, şuna söz versek. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz qarindoshlar. Biz mana shu Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan keldik. Bu yerda mana qirg'izlarning to'y bo'lyapti ekan. Biz mana shu to'yga keldik. Men bu to'yni ko'rib hayron qolyapman. Men tushunmadim. Bu yerda mana ham uylarda yashashar ekan, mana ko'rib turibsizlar, mana kiyizdan tikib olib kirik ovqat yeyorishar ekan. Bizning mana qishlog'ini mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bir haftada tiklab tashlagan. Bu qirg'izlar prezidentdan olgan qarzlarni nima qilyapti deb tushunmadim. Qancha so'ydi aytib qo'ysin. Lekin bular to'y desa 8 ta ot so'yar ekan, 8 ta bo'zak so'yar ekan. Bizda jilqidek. Endi bizda ot deydi. Lekin 50 ta qo'y deyapti. Uni kim yeydi bilmayman bu. Bizda bitta to'y qiladi, bitta qo'y so'yadi, yarimini qassobga topshiramiz, yarimini oshga yuk qo'yamiz. Bo'ldi shu. Men tushunmayman, buni abjorami nima balo? Meni xafa bo'lmaylar-ku. Yarim kayf bo'lar ekan, araq sharaga mon qarang. Ana yurtdan ikkitasi edi. Bizda o'shuna bilan qiziq bo'ladi. Bizda araqcha hamam tashlaydi u. Bizda zakon qattiq. O'sha 2023-yili ma biz Isroil demas to'g'onlarga keladi. O'shanda seram qo'shasizlar, seram kelasizlar. Endi umuman chegara ochib bo'lsa kelamiz albatta. Endi hozir Mirziyoyev ochib qo'ydi u. Yana Karimga o'sha kelib qolsa yopib qo'yadimi? Endi biz abishat qila olmaymiz, kelishga harakat qilamiz akalar. Yo'q, sizlar kulmanglar aka. Bizda uraqa deganlar bilan zakon qattiq bizda. Shu. Sizlar bu yerda bemalol yuraverasizlar ekan. Bizda o namoz o'qiyamaysan bemalol. Qazo ovada deb. Qancha tonna qimiz olib keldinglar? 2 tonna olib keldi deyapti, biroq 2 tonnadan ko'proq. Bu qimizni Sizlarda qimizni qancha ichadi? biz qimiz bilmaymiz. Biz sigirni sut ichamiz, lekin bu yerda ot sut ichar ekan bular. Jilqida, jilqi. Men bilmayman, otda men ko'rdim. Bittasi minib yursa, ikkinchisi kelib sog'ib ketaverar ekan. Yadachi ketavergan, uni ichaverar ekan. Lekin uzoq joy ekanda, kelyapmiz, mashinada kelyapmiz. 170 kilometr o'tdi. Yetmay qo'ydik. Bizda Andijonni bir pasda qidirib olamiz. O qarni ko'rdim, ana qarni. Lekin O'sh degan yeri bor ekan, probka ekan u. O qarni ko'rdingmi? Qorlari bizda ham bor u. Ko'rinib turadi. Qarg'urlar yelkar tutib